Ushbu energetik ichimliklarni hamma vrachlar sizga sog'lig'ingizga zarar deb yomonlaydi. Lekin hech kim sizga buni o'rnini nima bosa olishi mumkinligini aytmaydimi? Ushbu videoni oxirigacha ko'ring va men sizga buni o'rnini bemalol bosa oladigan zararsiz yo'lini o'rgataman. Ushbu energetik ichimliklar haqiqatan ham insonni tetiklashtiradi. Sababi ushbu energetiklar tarkibida kofein degan moddasi bor. Kofein esa hushyorlikni oshiradi, uyquchanlik va charchoqni vaqtinchaga kamaytiradi. Lekin ushbu effektlarni siz oddiy kofein tabletkasidan ham olishingiz mumkin. Farq shundaki, bu organizmingiz uchun 10 baravargacha zararsizroq, cho'ntagingiz uchun 100 baravargacha arzonroq tushadi xolos. Ushbu videoni tezda energetik ichimliklar yagona tetiklashtiruvchi deb o'ylaydigan tanishingizga ham yuborib qo'ying. Chunki ushbu video mana bu energetik ichimliklar ishlab chiqaruvchilarga yoqmasligi aniq. Aytmoqchi, kofeinni ham bir kunda 400 mg dan ko'p miqdori organizm uchun xavfli bo'lishi mumkin. Dozani oshirib yubormang.